juda chiroyli, zo'r modellar deb o'ylamasdim, tan olamanda. Hozir mana Miss Verena brendini ko'rgan Qo'qonga keldik. Bunaqa brend bor deb o'ylamagandik, chunki juda ham sifatli narsa. O'zi Qo'qon deganda-chi, odatda rostdan ham haligi juda chiroyli, zo'r modellar deb o'ylamasdim, tan olamanda. Lekin sizlarnikini ko'rib shunaqa ishlaydigan ishlab chiqaruvchi sexlar borligiga men tan berdim. Haqiqatdan ham juda ham sifatli narsalar ishlab chiqarar ekansizlar. Iloyim bundan-da ziyoda bo'linglar. Hali sizlarda butun jahon tan oladi. Chunki bunaqa ishlaydigan sifatlar qoladi xolos hali O'zbekistonimizda. Ishlaringga omad tilayman. Nodira opa, mana o'zingiz ham rivoj tilaymiz. Xudo xolasa. Dilmuz brendida bu modellarni qachon ko'ramiz, ayting mana. Inshaalloh. Xudo xolasa shu kunlarda mana yangilik qilib Dilmuz brendida o'sha modellarni qilish niyatimiz bor. Xudo xolasa mana afamni o'zlarining magazinlarida kutib qolaverasizlar. Hammalaringga rahmat.